salayet hukukunu kichikiltib etsang, buningdek tashkilotni ham bizni qurib qo'yguncha yana yillab vaqt ketadi. Bu aralıqda yana Uyg'ur davosiniki oqsash ilib bordi. Bu bir xil dushmanlik degan fikr qarashlar bo'ldi. Vaqtim muzokaralar nima bo'ldi? U adliye, u nima desa teşkilat mesela Dünya Uygur Kurultayı deyli bizga vakillik qilmaydi davatgan teşkilatımız şu hozirchamda eng asosli. Bu teşkilat men Uygurlarga vakillik qildim desa bizmi Uyg'ur bo'lgandan keyin tushunami? Hozir birdan 5000 odamni yig'ib biz. Xo'sh. Mingdan oshiq odamning gapini anglab anlaş gerek koy tohtar anladı ahirde hata dedi onun hindi mağlayan teşkilatlı var ulumu toğra ve indiğiniz diyen hata işkede bayanata ilan kıldı demek kilovatıydı. Onundan burarak obdarak kilip tohtanla ma balımı vatan can verme kan verme deyilgen ballıken onda onun ki malanın bu gibini anlayılı. Muşunun karta bizim özgertirgen yerimizini özgerteyle. Değilse şu bizim teşkilat oldu o. O bizim gibi anlamaya versin gidiyordu o. Bu başka halkın teşkilatı oldu o. İşte gidiyoruz halkın teşkilatı oldu o. Aslında aş adamların gibi makul değil kan. O dünya deyimiz kalagara itiraf kutuma itiraf kokan boz aş kalagaranın yine veriyoruz. Aşından teşkilatı olup geldi. Biz manda çıkvatımız bu işe biz erkek kırgınçılık kalagara yoluk mu diye erkek kırgınçılıkka biz yoluktuk. Biz yoluksak biz ne yapıp indiceniz kılıp Anlayken senin gibi anlamayayım ben diyeceğim. Biz halk tutsak biz. Biz çıkıp özümüzün gibi özümüz diyemesek bir yerde bir Xitayga okşaş yaşakamamamdık biz. Niye kaytıp getkiniz yakşı bizden? Neçimen adam çıkıp benim gibi mandat edilse onu anlamasa o bizden teşkilat olmaydı o. İnavetli hak vergen bolsa kanda vergen bolsa şunda aladı o inavetli o. Biz bersek çoğduysa hakiki inavet olurdu o. Bizning gibimiz oycha, bizning ko'nglimizga qilma deb ko'krak kirib chiqqan bo'lsa, tashkilot bizning tashkilotimiz bo'lib deb nima ish qilmaydi u. Albatta, biz degan ashulni Ash Rabiya xonim bo'lsa, hammasini shu bizning liderimiz deb endi manganmiz. Mangmagan emas. Unda qilmaganmi ya. Hammasini hurmatli biz degan ajoyib hurmatli qilganmizni. Nimishqa bizniki deb. Ammo oxirida ko'rsak bunu deb qo'yib o'zini ishini qilavergan de bo'ldi jasorat bo'ldi yurak bo'ldi to'xta men millatning ishini qilgan men o'lib ketsam shunda ishni o'lib ketmas deydigan manda ishdan chiqqan bir narsa qolmabdi ko'midi uni burun bog'amiz tugab ketibdi yilib ketibdi onun qo'pib bunu deb ba'zi bolalar chiqib anondan keyin u gap qilavergandan keyin bu shapkam yo'q desa og'zimizni tillaydi ba'zi chiqib bizga o'xshashga choyliq gap qilaylik demaydi u biz mi çaylık yapıvatımız şu teşvik çaylık yapıvatımız biz emisiga. Meyli nimisi olsun, galasta kaydığın olsun, meyli saklı var olsun, emisi çaylık yapıvatımız biz. Demişka, abay diğerlik üç çaylık bazılarının hakikaten on taraf diğerlik işimiz biz. Şu an çaylık yapılıp duruyor çünkü bir güne yanıla bizden olmaksımız bir uğraşma deyimiz. Ama bazılarının karakter özgürlük gidip kalsa, o biz mi keşke çaylık yapılmayız. Ama hem de bazı efsanevi yapılabilen tillab qo'layotgan qarindoshlarimiz bor. Uni biz tashviq qilmaymiz. Ammo kimning kimi misolni deb qo'yay, ba'zi shu Gollandiya yerlik to'plar deb qo'ydim. Va G'anibatur buvimiz bor, shundami? G'anibatur buvimizni hozir nima deb eslaymiz o'sha odamni? Xalqning qahramoni Batur tili deb eslaymiz. Kallamiz 99.9% ashula va odamni qilib qolgan narsa. Ammo aniyotni o'qisak, nimni chiqadi o'sha to'g'riliq ilgarki og'zi bezab odam deb chiqdi, shunami? Nima qilib qoldik tarixga? Bu og'zi bezab degan u kichik ayib u. Ammo og'zi bezabni nima ish qilyapti deb qarsak, Allahning aybi, aniki yomon cho'ng ayibda, u ayib emas, u nimaga boradi, xiyonatga berib qoladi. Bilib qilayotgan bo'lsa, bilmabdimi, endi xatoga davatgan bo'lsa, u sujatmasa, yana shu chata qiladi. Demak, uni mana tarix manda yozadi uni. Demak, imzoni o'lib ketma deganni o'zining ishini qilsa bo'ladi. Biz kirishib olmay, biz berib imzoni xotirjam bir yer atamasa, uning kirishib olib 2 kun bo'lganda tushib ketsa imzo, bu kimga foyda bo'ladimi shu? Kimni to'g'ri qilamiz shu? Albatta bizni to'g'ri qiladi bu ish. Qo'ya qo'yma imzoni, pul buni her tarafdan
Öğreydikçe, çöreydikçe de kimle öğreyimiz biz? Öğrenmeydi o. Dilyamır Sabayım da tüketti. Öğrenmeydi o teşkilat. Hem biz bir bölümümüz yıkıp koygan, öğrenip gittiğin teşkilat olan.